Assalomu alaykum. Peshona ajinlarini kamaytirishga bag'ishlangan mini kursimizga xush kelibsiz. Mening ismim Nigora va men yuz gimnastikasi bo'yicha mutaxassisman. Amaliy, ilmiy asoslangan usullar bilan sizlar bilan bo'lishaman. Bugungi birinchi darsimizda peshonaga nima sababdan ajin tushishini aniqlashtiramiz. Chunki sababini bilmasdan turib bunga yechim topib bo'lmaydi. Shuning uchun birinchi darsimiz umumiy kursimizning asosi hisoblanadi. Peshonaga ajin tushishining birinchi sababi bu peshonadagi judayam katta mushak hisoblanadi. Chunki biz bu mushakimizni judayam ko'p marotaba ishlatamiz. Ko'pchilik buni hatto sezmaydi ham. Mimika qilganimizda, qo'shlarimizni ko'tarib gapirganimizda, hattoki telefonga qaraganimizda ham biz bu mushakni juda ko'p marotaba ishlatamiz. Bu xuddiki qog'ozni buklab ochganingiz kabi doimiy bu yerda ham iz qoladi. Xuddi qog'ozda iz qolganidek. Yana bir sabab qoshlarimizni doimiy ko'tarib turishimiz. Keling bitta sinab ko'ramiz. Hozir oyna olib, oynaga qarab bir 10 soniya qoshingizni mana shu holatda ushlab tursangiz, o'zingiz ko'rasiz peshonada qanchalik ko'p sirtmoqlar paydo bo'lishini. Bu hatto kofe ichib o'tirganingizda, o'zingiz bilmagan holatda, bir narsalar o'qib o'tirganingizda, o'zingiz bu narsani kontrol qilmagan holatingizda peshonaga ajinlar ko'p tushishiga sababchi bo'lib qolasiz. Yana bitta sababi bu stress. Stressda odam o'zini o'zi boshqara olmaydi, o'zi haqida umuman o'ylamaydi va fikri xayolida tashvishlanayotgan narsasiga ko'proq ahamiyat bergan holatda qoshlarini tarang qilib o'tiradi va bu judayam katta peshonaga ajin tushishiga sabab bo'ladi. To'rtinchi sababi yuzni namlamaslik. Chunki bizni terimizda kollagen va yuzni namlaydigan xususiyatlar o'z-o'zicha ishlaydi. Agar biz doimiy bularni поддержка qilib, qo'llab-quvvatlamasak, bu terini ingichka juda ham qo'pol qilib qo'yadi va mimikalarni ushlab olib, mimika orqali to'g'ri ajin chiziqlarni tushishiga olib keladi. Beshinchi sababi noto'g'ri holatda uxlash. Juda ko'p ayollar tekis tepaga qarab uxlashadi. Ularda ajin tushishi kamroq bo'ladi. Yuzlarini pastga yostiqqa yopishtirib, qo'llar bilan yotib, noto'g'ri holatda uxlaydigan ayollarda mushak tushishi va shu sababdan qaysi holatda yotgan yuz mushaklari ana shu holatda qotib, chuqur ajinlar tushishiga yana bitta sabab bo'la oladi. Demak, xulosa qilsak, biz peshonaga ajinlar nima sababdan tushishini aniqlab oldik. Demak, bunga 5 ta sabab bor ekan. Peshonadagi mushakni qattiq tarangligi, doimiy stressda yurish, qoshni ko'tarib iboralar qilish, noto'g'ri holatda uxlab qolish va yuzni doim namlamasdan quruq holatda olib yurish shular sabab bo'lar ekan. Ikkinchi darsimizda diagnostika bo'ladi. Diagnostika nima degani? Hammamiz uy sharoitida peshona qismimizni tekshiramiz. Mana shu 5 ta muammodan qaysi biri sizda bor? Shuni aniq bilgandan keyin keyingi darsliklarimizda bu narsalarni bartaraf etib boramiz. Shu bilan ikkinchi darsda ko'rishguncha xayr.